Salom, mening ismim Agan Chalakan. Siz hozir mana shu videoni tomosha qilayotgan bir vaqtda tanangizdagi hayotni ushlab turgan yagona kuch bu tartibga solingan elektr toki. Har bir nafasingiz, har bir kiprik qoqishingiz va hatto fikringiz ham elektr impulsining natijasi. Har soniya sizning tanangizda milliardlab shunday impulslar paydo bo'ladi. Bu hayotning qat'iy, yuksak darajada tashkillashtirilgan elektr arxitekturasi. Lekin bugun mana shu elektr arxitektura yashirin, ammo keng ko'lamli hujum ostida. Xakerlik hujumi ostida. Agar siz oxirgi paytlarda o'zingizda qandaydir holsizlik, bosh og'rig'i, xotiraning susayishi yoki diqqatni jamlash bilan bog'liq qiyinchiliklarni kuzatayotgan bo'lsangiz, unda biling, bu oddiy charchoq emas. Bu elektr kodi buzilganining birinchi alomatlari. Bugun siz bu qanday sodir bo'lgani va haligacha sodir bo'layotgani haqida bilib olasiz. Organizmingizdagi mohirona sozlangan elektr tizimiga hech qanday mubolag'asiz xavf solib kiruvchi qotil kirib olgan. Va bu nanoplastik. Nanoplastik bu sun'iy polimer zarrachalar bo'lib, ular sizning hujayralaringizdan yuzlab marotaba kichkina. Lekin tirik organizmga tushgan nanoplastikning zarari nihoyatda beqiyos. Har kuni mana shu nano qotillar nafas, suv va oziq-ovqat bilan sizning organizmingizga tushadi. To'planib borayotgan nanoplastik organizmni shunchaki ifloslantirib, hujayralarni shikastlamaydi. Ular yanada chuqurroq ta'sir qiladi. Biologiyangizni boshqarayotgan elektr kodini buzib, butun hayotingiz asosini tashkil etadigan elektr arxitekturasini vayron qiladi. Siz shuningdek hayotingizni ushlab turgan biologik tok aslida qanday ishlashini, maishiy rozetkadagi elektronlar oqimi bilan DNK ichidagi elektronlar oqimi nimaga bir-biridan tubdan farq qilishini, hamda sizning genetik spiralingizda qanday noyob elektr xususiyatlar yashiringanini bilib olasiz. Oldindan ogohlantiraman. Bugungi suhbatimiz virusday tarqaladigan axborot saqchini yaxshi ko'radiganlar uchun emas. Agar sizning kognitiv idrokingiz 6 soniyalik videodan nariga o'ta olmasa, miyangiz esa faqat sodda va primitiv chaynab qo'yilgan xulosalarni talab qilsa, unda bu videoni o'chiring. Bu material siz uchun emas. Bu video chuqur tahlil qilish qobiliyatini saqlab qolganlar uchun. Axborotni chuqur idrok etishga intellektual salohiyati yetadiganlar uchun. Ushbu videoda men yuzaki o'tib ketmasdan mohiyatiga yetib bora oladigan, omon qolishning haqiqiy fizikasini anglashga tayyor bo'lganlarga murojaat qilaman. Agar siz shuncha intellektual kuch sarflashga va masalaning mohiyatini anglashga tayyor bo'lsangiz, unda hayotingiz ingichka elektr ipiga osilib turgan voqelikka xush kelibsiz. Chunki hozir kimdir mana shu ipni kesib tashlashga harakat qilyapti. Keling oddiy bir qiyoslashdan boshlaymiz. Siz bu videoni smartfon, notebook yoki hatto televizor orqali ko'ryapsiz. Meni ekranda ko'rayotganingizning yagona sababi shundaki, qurilmangiz ichida milliardlab elektronlar aynan mana shu soniyada qat'iy tartibga bo'ysungan holda harakatlanyapti. Ular qo'zg'aladi, tinchlanadi, ma'lum bir energiya darajasidan boshqasiga o'tadi. Bu yerda eng muhimi tartib. Tizim elektronlar shunchaki harakatlanayotgani uchun emas, balki qat'iy belgilangan protokol bo'yicha harakatlanayotgani sababli ishlaydi. Protsessordan platoga aniq chastota va muayyan yo'nalishda. Endi esa mana shu tartibli zanjirga, mana shu aniq ishlaydigan protokolga begona signal aralasha boshlaganini tasavvur qiling. Qandaydir parazit, elektrostatik zaryadga ega bo'lgan obyekt elektronlar oqimining ritmini buzishni boshlaydi. Natijada elektron rejaga muvofiq harakatlanish o'rniga undan og'ishni boshlaydi. Signal buziladi. Protsessorda qisqa tutashish sodir bo'ladi. Mexanizm izdan chiqib, ishlamay qo'yadi.
Sizning tanangiz ham agar mohiyatiga nazar soladigan bo'lsak, xuddi shunga o'xshash mexanizm. Ichingizda kechadigan barcha jarayonlar ham faqatgina tartibga solingan elektronlarning oqimi bilan boshqariladi. Hujayra bo'linishi, fermentiv kataliz, oqsil sintezi, miokardning har bir qisqarishi va har bir nerv impulsi. Barcha mana shu jarayonlarning asosida zaryadlarning, ya'ni elektronlarning, protonlarning va ionlarning tizimli muvofiqlashtirilgan harakati yotadi. Bu harakat qat'iy protokolga bo'ysunadi. Mana shu protokol bu sizning elektr kodingiz. Qat'iy rejaga muvofiq oqish kerak bo'lgan biologik tok. Toki kod xatosiz ishlar ekan, hujayralar qanday bo'linish, qanday to'qimalarni tiklash, qanday qilib viruslarni yo'q qilish algoritmini biladi. Biz buni immunitet deymiz, yoshlik, sog'liq, hayot deymiz. Lekin o'zingizga bitta savol bering. Agar mana shu ideal kodga nimadir xalaqit qila boshlasa, nima bo'ladi? E'tibor bering. Gap chiqarib tashlash mumkin bo'lgan oddiy kimyoviy zahar haqida ketmayapti. Aksincha, gap biologik elektr jarayonlarining tartibini buzadigan elektrostatik shovqin agenti haqida ketyapti. Nanoplastik hujayralar, oqsillar, DNK va neyronlar arxitekturasiga singib kirib, ularni oddiy changga o'xshab ifloslantirmaydi. U yanada dahshatli ishni qiladi. Nanoplastik tom ma'noda ularning elektr kodini qayta yozib, asl dasturni o'rniga buzuq dasturni kiritadi. Mana shu halokatning mexanikasini tushunish uchun biologiya, fizikaga o'tadigan darajaga tushishimiz kerak bo'ladi, ya'ni kvant holatlar dunyosiga. Lekin men organizmingizdagi noyob elektr jarayonlarini batafsil tushuntirishimdan va plastik ularni qanday qilib izdan chiqarishini ko'rsatishimdan oldin muhim bir masalaga to'xtalib o'taman. Men nanoplastikning zarari haqida gap ketganida, juda muhim bir masala ko'pchilikning e'tiboridan deyarli butunlay chetda qolishiga ahamiyat berdim. Men siz bitta fundamental narsani tushunib olishingizni istayman. Sizning organizmingiz nanoplastik bilan nima qilishni bilmaydi. Yana bir bor qaytaraman. Organizmingiz nanoplastik bilan nima qilishni bilmaydi. Bilmaydi. Unda ushbu agent bilan o'zaro ta'sirga kirish uchun evolyutsion protokolning o'zi yo'q. Bir o'ylab ko'ring. Inson biologiyasi milliardlab yillar davomida shakllanib kelgan. Bu vaqt ichida biz chang, qum, yong'in mahsulotlari, vulqon otilishidan ajralib chiqadigan og'ir metallar va boshqa narsalar bilan to'qnashganmiz. Lekin bularning barchasi tabiiy birikmalar bo'lgan. Organizm ularni tanishni, izolyatsiya qilishni va chiqarib tashlashni o'rgangan. Immun tizimi ming yillar davomida himoyalanish instruksiyalarini yozib kelgan. Ammo 20-asrda insoniyatga biosferada hech qachon bo'lmagan narsani sintez qilish kabi ajoyib fikr kelgan. Biz sun'iy molekulyar polimerni yaratdik. Bu Yerning 4,5 milliard yillik tarixi davomida bunday material umuman bo'lmagan degani. Va mana shu mutlaqo yot material bo'lgan plastik nano zarrachalarga parchalanadi va organizmga tushadi. Qon oqimiga kiradi, ichki a'zolarga yetib boradi, gematoensefalik to'siqdan o'tib, miyada to'planadi. Sizning organizmingiz esa u bilan nima qilishni bilmaydi. Hech bir ferment, hech bir retseptor bu sintetik moddani parchalashga mo'ljallanmagan. Qanday qilib nanoplastik organizmning eng kuchli himoya to'siqlaridan o'ta oladi? Organizmga tushishi bilan u darhol o'z atrofida oqsil toji deb ataladigan qatlamni hosil qiladi. Bu qoningizning o'z oqsillari va lipidlardan tashkil topgan zich qobiq bo'lib, ular zarrachani butunlay o'rab oladi. Mana shu qobiq ostida nanoplastik xuddi trayan otiga o'xshab yashirin tarzda organizmga kirib boradi. Hujayra membranalari orqali o'tadi, gematoensefalik to'siqni yengib o'tadi va hujayra ichidagi tuzilmalarga kirib boradi. Va faqat o'sha yerda, ya'ni sitoplazmada, u o'z niqobini yechadi. Oqsil toji parchalanadi va nanoplastikning haqiqiy elektrostatik faol tabiati namoyon bo'ladi.
Plastik nano zarrachasining yuzasida elektrostatik zaryadga ega bo'lgan ko'plab sintetik polimer zanjirlarning bo'laklari chiqib turadi. Organizm bu zanjirlar bilan nima qilishni bilmaydi. Ana shu g'ovaksimon yuzaning murakkabligi va o'ziga xos elektrostatik zaryadi nanoplastikni tirik hujayra uchun ayniqsa xavfli qiladi. Hujayra uni bir butun obyekt deb qabul qilib, o'zaro ta'sirga kirmoqchi bo'ladi. Ammo buning o'rniga turli kimyoviy guruhlar va fizik xususiyatlardan iborat tartibsiz majmuaga duch keladi. Shu sababli immun tizimingiz uchun nanoplastik toki diversiya boshlamagunga qadar o'zinikidek qilib ko'rsatadigan begona. Nanoplastikning diversiyasi esa aslida biologik tizimingizning ishlash qoidalarini qayta yozishdi. Nanoplastik organizmni uning asl tabiatiga qarshi ishlashga majbur qiladi. Natijada hujayralar, oqsillar, kislotalar kabi eng muhim elementlar o'zini tabiat ko'zlaganda emas, balki boshqacha tutishni boshlaydi. Hozir men bu jarayonni misollar bilan tushuntirib beraman. Organizmingizdagi hayotni ushlab turgan bioelektr tokini shartli ravishda 3 ta darajaga bo'lish mumkin. Nanoplastik ularning har biridagi elektr kodni buzadi. Birinchi daraja ionlarni tashish. Bu elektr kodning tashqi qobig'i. Membrana potensiallari, natriy va kaliy kanallari. Tabiat bu yerda qat'iy algoritmni belgilab bergan. Bu kanallarning eshiklari faqat ma'lum bir signal bo'yicha ochiladi va yopiladi. Nanoplastik bu darajada hayotingizning elektr impulsini qanday buzishi Nanoplastik hayot uchun tahdid filmida juda yaxshi ko'rsatib berilgan. Mexanizm quyidagicha. Elektrostatik zaryadlangan plastik nano zarrasi neyronga yaqinlashganida o'z elektr maydoni bilan ion kanallarining arxitekturasini jismonan deformatsiya qiladi. Ya'ni zaryadlar o'tadigan eshiklarni tom ma'noda buzib tashlaydi. Hujayrani himoya qilish uchun kerak bo'lgan darvozalar tabiiy signalga javob bermay qo'yadi va o'zini xaotik tarzda tutishni boshlaydi. Yoki yopilib qoladi, yoki butunlay ochilib qoladi. Natijada ionlarning tartibli to'ki tartibsiz oqimga aylanadi. Signal buziladi. Miyada ma'lumot uzatish kodi izdan chiqadi. Aynan mana shunday buzilishlardan keyin turli degenerativ jarayonlar, jumladan neyrodegeneratsiya, Alsgeymer va Parkinson kasalliklari rivojlana boshlaydi. Endi keyingi yanada chuqur darajaga o'tamiz. Ikkinchi daraja elektronlarni tashish. Bu yerda asosiy harakat maydoni mitoxondriyalar hisoblanadi. Bu darajada nanoplastik uning ichida yuz beradigan hal qiluvchi elektr jarayonlarga aralashadi. Eslatib o'tishimga ijozat bersangiz, mitoxondriya bu hujayrangiz ichidagi komponent. Uning asosiy vazifasi energiya ishlab chiqarish. Hujayra uchun energiya nima? Bu maxsus turdagi molekula bo'lib, u asosan mitoxondriyalarda ishlab chiqariladi. Keyin esa hujayraning barcha tuzilmalari tomonidan o'z faoliyatini saqlab turish uchun iste'mol qilinadi. Bu molekula adenozin trifosfat yoki qisqacha ATF deb ataladi. ATF bu tanada hayotni ushlab turish uchun organizmdagi barcha tizimlar tomonidan iste'mol qilinadigan maxsus oziqa yoki universal yoqilg'i. ATFsiz hujayraning faoliyati butunlay to'xtaydi. Mitoxondriya bu yoqilg'ini biologik elektr toki yordamida ishlab chiqaradi. Bu jarayon juda murakkab, ammo mohiyati elektronlarni nihoyatda katta aniqlik bilan tashishga borib taqaladi. Bu elektronlarni mitoxondriya siz iste'mol qiladigan oziq-ovqatdan, aniqrog'i glyukoza va yog'lardan oladi. Keyin esa ularni qat'iy belgilangan yo'nalish, ya'ni nafas olish elektron transport zanjiri orqali tashiydi. Bu yo'lning oxirida tabiiy rejaga ko'ra elektron xavfsiz tarzda O2, ya'ni kislorod bilan birikib, keyinchalik ATFni normal sintez qilish uchun zarur bo'lgan H2O, ya'ni oddiy suv hosil qilish kerak. Lekin nanoplastik aralashganidan keyin nima bo'ladi?
Tajribalar plastik nano zarrachalari mitoxondriyalarga kirib borgach, o'zining elektrostatik zaryadi yordamida elektronlarni ularning mana shu zanjir ichidagi dasturlangan yo'lidan tom ma'noda og'dirib yuborishini ko'rsatdi. O'z yo'lidan og'dirib yuborilgan elektron esa kislorod bilan noto'g'ri va muddatidan oldin reaksiyaga kirishadi. Natijada foydali bo'lgan ATF molekulasini ishlab chiqarish sikli uchun kerak bo'lgan xavfsiz H2 o'rniga kislorodning agressiv shakli O2- superoksid radikal hosil bo'ladi. Ya'ni ATF hosil bo'lish jarayoni to'xtab qolgani kamday, qo'shimcha mahsulot sifatida kislorodning o'ta xavfli shakli O2- ham hosil bo'ladi. Bu juftlanmagan elektronga ega bo'lgan molekula bo'lib, u jon jahdi bilan reaksiyaga kirishga intiladi. Bu jarayon davomida u o'z atrofidagi moddalardan elektronlarni tortib olishga harakat qiladi va natijada ularni shikastlaydi va hatto o'z atrofidagi hamma narsani, DNK, oqsillar, hujayra membranalarini tom ma'noda vayron qiladi. Ilm fanda mana shu vayronali O2- erkin radikal deb ataladi. Vayron bo'lish jarayoni esa oksidlanish stressi deb ataladi. Nanoplastik tirik organizmga yetkazadigan zarar haqida gap ketganida, siz ehtimol oksidlanish stressi atamasini ko'p eshitgan bo'lishingiz mumkin. Endi esa siz bu atama aniq nimani anglatishini tushunib oldingiz. Nanoplastik elektronlarni ko'chirish jarayoniga aralashib, organizmdagi elektr tokining tartibini izdan chiqaradi va oxir-oqibat foydali bo'lgan kislorod xavfli zaharga aylanadi. Bu jarayonning oqibatida hujayra nanoplastikning 2 karra zarbasi ta'sirida halok bo'ladi. Birinchidan, u och qoladi, chunki mitoxondriyalar o'z yoqilg'isi bo'lgan ATF ni ishlab chiqarmay qo'yadi. Bu holat ilm fanida mitoxondrial disfunksiya deb ataladi. Ikkinchidan, O2- erkin radikallari va keyingi xavfli oksidlanish reaksiyalari keltirib chiqaradigan oksidlanish stressi tufayli hujayra ichidan zaharlanib yallig'lanadi. Endi esa biz bioelektr tokining 3-darajasiga keldik. Agar birinchi 2 daraja hammaga ma'lum va yetarlicha o'rganilgan bo'lsa, 3-darajani ilm fan faqatgina 2000-yillardan boshlab tan olishni va muhokama qilishni boshladi. Bu bioelektr tokining kvant darajasi bo'lib, u haqida uzoq vaqt davomida gapirilmagan, biroq so'nggi tajribalar uning mavjudligini tasdiqladi. Xullas, 3-daraja bu elektronlarning spinga bog'liq ko'chishi. Biologik elektr tokini uzatishning bu darajasida nafaqat elektronning zaryadi, balki uning spini ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu yerda biz nanoplastik mavzusidan biroz chetga chiqishimizga to'g'ri keladi. Bu men sizga ichingizdagi elektr tabiatiga oid bir noyob, fundamental jihatni tushuntirib berishim uchun kerak bo'ladi. Mening avvalgi murojaatimni tomosha qilganlar biologik elektr tokida elektronlar spinining o'rniga alohida to'xtalib o'tganimga ahamiyat berishgan bo'lishlari mumkin. Aynan shu savol bilan menga juda ko'p xatlar kelib tushdi. Rostini aytsam, bugungi tushuntirishimdan keyin sizda yanada ko'proq savollar paydo bo'ladi deb umid qilaman. Shunday bo'lish ham kerak. Chunki savollarning paydo bo'lishi bilimga bo'lgan tirik chanqoqlikning belgisi. Bilimga chanqoqlik bo'lsa, demak javoblar ham yaqin degani. Shunday qilib yana spinga qaytamiz. Ko'pchilik elektr toki bu faqat zaryadning harakati deb o'ylashga odatlangan. Plus va minus. Bu maktab dasturi darajasi. Tosterni ishini tushunish uchun yetarli, ammo hayotni tushunish uchun yetarli emas. Elektronning yana bir juda nozik xususiyati bor va bu spin. Spin o'zi nima? Aniqroq savol qo'yadigan bo'lsak, zamonaviy ilm fan spinni qanday ta'riflaydi? Soddalashtirish uchun spinni elektronning kvant orientatsiyasi sifatida tasavvur qilish mumkin. Har bir muayyan vaqtda u yo spin yuqoriga, yo spin pastga holatida bo'ladi. 3-variant yo'q. Muhim bir narsani tushunib olish shart. Elektron jismonan aylanmaydi.
Shunga qaramay, u ikki xil erkin holatga ega: spin yuqoriga va spin pastga. Ushbu spinlar bevosita magnit maydonlari bilan bog'liq. Lekin bu boshqa mavzu. Barcha oddiy o'tkazgichlardan oqadigan tokda, misol uchun zaryadlagich simlarida, batareykalarda, kompyuter yoki smartfoningizdagi elektronlarning spini 50-50 taqsimlangan bo'ladi. Ya'ni elektronlarning yarmi spin yuqoriga, qolgan yarmi spin pastga holatda bo'ladi. Buning sababi shundaki, zaryadni ko'chirishda, xonadagi chiroqni yoqadigan energiyani uzatishda spinning qaysi tomonga qarab turgani mutlaqo hech qanday ahamiyatga ega emas. Biroq olimlar, ayniqsa magnetizmni o'rganadigan olimlar, o'nlab yillar davomida spin bilan faol tajribalar o'tkazib kelishgan. Ular o'zlariga elektronlarning spinlari 50-50 emas, balki biror bir spin ustun keladigan elektr tokini olish mumkinmi degan savolni berishgan. Misol uchun, asosan spinlari yuqoriga qaragan elektronlar harakatlanadigan tok. Bunday tok qanday xususiyatlarga ega bo'lgan bo'lar edi? 20-asr oxiriga kelib, olimlar bu hodisani faol o'rganishni boshlashdi. Ular spin polarizatsiyalangan tok deb ataladigan, ya'ni faqat bitta spin orientatsiyasi ustun bo'lgan elektronlar oqimini olish uchun tajribalar o'tkazganlar. Biroq mohiyati bo'yicha kvant effekti bo'lgan mana shu effektga erishish uchun olimlarga juda maxsus sharoitlar kerak bo'ldi. O'ta past haroratlar, tashqi magnit maydonlar, ferromagnit materiallar va puxta izolyatsiya qilingan muhit. Spinning kvant holati juda nozik va uni faqatgina qattiq nazorat qilinadigan laboratoriya sharoitlaridagina saqlab qolish mumkin deb hisoblangan. Shu sabab spin polarizatsiyalangan tokka uzoq vaqt davomida faqatgina texnologik qiziqishga qaraganda qaralgan. Shuning uchun 2000-yillarning boshlarida ma'lum bo'lgan fakt ilmiy hamjamiyatni hayratga soldi. Tadqiqotchilar o'nlab yillar davomida laboratoriyalarda yaratmoqchi bo'lgan narsalar tabiatda milliardlab yillar davomida mavjud ekan. Yerda, xona haroratida, suyuq muhitning o'zida, magnitlarsiz va past haroratlarsiz ham spin polarizatsiyalangan tokni hosil qila oladigan tabiiy molekulyar tizim borligi ma'lum bo'ldi. Bundan ham qizig'i, bu noyob istisno emasligi va har birimizning ichimizda trillionlab bunday tizimlar mavjudligi ma'lum bo'ldi. Ular hayotning eng asosiy molekulalari bo'lib chiqdi: DNK, oqsillar va aminokislotalar. Biroq bu molekulalar unchalar oddiy emas. Ular xiral molekulalar. Tajribalar davomida xiral molekulalar spin filtri kabi ishlashi aniqlandi. Turli xil spinga ega bo'lgan elektronlar ular orqali o'tganida, bunday molekulalar ayrim elektronlarni tanlab o'tkazadi, qolganlarini esa tarqatib yuboradi. Misol uchun, molekula shartli spin yuqoriga elektronlarni o'tkazib, spin pastga bo'lganlarini tarqatib yuborishi mumkin. Natijada chiqishda spin polarizatsiyalangan tok hosil bo'ladi. Shu tariqa bunday tok tirik tizimlardagi xiral molekulalarda tabiiy ravishda paydo bo'lishi ma'lum bo'ldi. Ushbu hodisa haqiqiy ilmiy yutuq bo'ldi va 2011-yil xirallik orqali induksiyalangan spin selektivligi yoki cis effekt deb nomlandi. Bu aynan tirik moddalarning xiral molekulalariga xos bo'lgan noyob xususiyat hisoblanadi. Xiral molekula o'zi nima? Xiral molekula bu o'ng va chap tomonli shaklga ega bo'lgan molekula. Xirallik atamasi qadimgi yunoncha chiar, qo'l so'zidan kelib chiqqan. Odamning o'ng va chap qo'li bor. Ularning tashqi ko'rinishi o'xshash bo'lgani va biri ikkinchisini aks ettirgani bilan, lekin ular baribir bir xil emas. Xiral molekulada ham xuddi shunday. Uning o'ng va chap shakllari bir-birining aksiday ko'ringani, ya'ni ularning atom tarkibi va kimyoviy formulasi bir xil bo'lgani bilan. Ammo ularning uch o'lchamli fazodagi joylashuvi mutlaqo har xil bo'ladi. Shuning uchun bunday molekulaning o'ng tomonli shakli chap tomonli shaklidan farq qiladigan xususiyatlarga ega bo'ladi. Misol uchun avtomobilni olaylik. Chap eshik o'ng eshikning aksi bo'lgani bilan, siz uni o'ng eshik uchun mo'ljallangan joyga o'rnata olmaysiz.
Detallari bir xil ko'ringani bilan, ammo ularning funksionali geometriya bilan belgilangan bo'ladi. Kimyoda ham xuddi shu qoida amal qiladi. Geometriya o'zgarsa, natija ham tubdan o'zgaradi. Yerdagi hayotning asosi Homo hieral. Bu yerdagi barcha tirik tizimlar faqat bir xil ko'zgusimon molekulalardan tashkil topgan degani. Oqsillar bir xil shakldagi aminokislotalardan tashkil topgan. DNKdagi qandlar ham bir xil turdan tashkil topgan bo'ladi. DNK molekulasining o'zi esa deyarli har doim faqat o'ng tomonga burilgan bo'ladi. Nazariy jihatdan bunday molekulalarning ko'zgu versiyalari ham mavjud bo'lishi mumkin. Ammo oddiy biologiyada ular deyarli hech qachon bo'lmaydi yoki kamdan kam hollarda istisno sifatida uchraydi. Shuning uchun molekulyar darajada biz o'ng tomonga burilgan sivilizatsiyamiz deyish mumkin. Aslida bu oddiy geometrik xususiyat emas ekan. Sis effekti aynan shunday hieral molekulalar elektronlarni ularning kvant holatiga, ya'ni spiniga qarab saralab o'tkaza olishini ko'rsatdi. Nimaga bunday sodir bo'ladi? Nima uchun tanamiz ichidagi hieral molekulalar spin polarizatsiyalangan tokni, ya'ni faqat bitta spin yo'nalishiga ega elektronlar ustun bo'lgan tokni hosil qila oladi? Hozircha ilm fanda bu savolga javob yo'q. Ushbu hodisani tushuntirishga harakat qilayotgan bir qator nazariy yondashuvlar bor xolos. Spin blokadasi, orbital filtratsiya, interfeysni kuchaytirish, dissipatsiya va muvozanatdan tashqari jarayonlar roli gipotezasi va boshqalar shular jumlasidan. Ammo ularning hech biri tajribalar davomida kuzatilayotgan natijalarni to'liq tushuntirib bera olmayapti. Nimaga? Chunki tajribalarda hieral induksiyalangan spin selektivligining effekti o'zini oddiy spin orbital o'zaro ta'sirga asoslangan sodda kvant mexanik modellar prognoz qilganidan ko'ra ancha kuchliroq namoyon qiladi. Bu ilm fan oldiga jiddiy savollarni qo'yadi. Chunki standart nazariyalar alohida hieral molekulalar uchun spin polarizatsiyaning faqat kichik qiymatlarini beradi. Holbuki tajribalarda juda yuqori polarizatsiya, taxminan 80% va undan yuqori ko'rsatkichlar kuzatiladi. Bu esa hieral molekula orqali tokni o'tkazish bo'yicha tajribalarda elektronlarning taxminan 80% chiqishda bir xil spin yo'nalishiga ega bo'ladi degani. Bunday natijalar esa umum qabul qilingan kvant mexanik modellar doirasida to'liq izoh topmayapti. Nazariya bilan amaliyot o'rtasidagi farq sis effekti fizikasidagi ochiq qolayotgan eng asosiy savol bo'lib qolyapti. Chunki amalda tabiat mavjud fizik formulalar va qonunlarga to'g'ri kelmaydigan mexanizmlardan foydalanayotgani ayon bo'lyapti. Ilm fan bu mexanizm ishlayotganini ko'ryapti, lekin oxirigacha u nimaga ishlayotganini va nima uchun shunchalar samarali ekanini tushunmayapti. Umuman tabiatga bunday mexanizm nima uchun kerak degan savol ham haligacha ochiqligicha qolyapti. Bu sohada bir qator gipotezalar va eksperimental kuzatuvlar mavjud bo'lib, ularning asosida nima uchun tabiat spinni filtrlashning shunday noyob mexanizmini ishlatish haqidagi taxminlar ilgari suriladi. Qayd etilishicha, hieral molekula orqali o'tayotgan elektronlarning spin polarizatsiyalangan toki o'ziga xos aniq nishonga yo'naltiruvchi kabi ishlaydi va kimyoviy reaksiyalarning xavfsiz kechishini hamda tiklanish jarayonlarini ta'minlaydi. Ilmiy ishlarda ta'kidlanishicha, bunday tartibga ega spinli tok kimyoviy reaksiyalarning aniqligini oshiradi. Elektronlarning yanada muvofiq va kelishilgan holda harakatlanishiga yordam beradi va eng muhimi, kislorod bilan tasodifiy reaksiyalarni oldini oladi. Aynan men yuqorida aytib o'tgan reaksiyalarni, ya'ni kislorod o'zining tajovuzkor shakliga O2- ga aylanib, atrofdagi hamma narsani vayron qila boshlaydigan reaksiyalarni oldini olishga. Spini tartiblangan elektronlar oqimi DNKda oksidlanish stressini pasaytirishga yordam berishi ham aniqlangan. Bundan tashqari, elektronlarning bunday oqimi oqsillarning o'z-o'zini yig'ishida ham muhim rol o'ynaydi. Ularning to'g'ri shakllanishiga ko'maklashadi va xatolar sonini kamaytiradi. Xuddi shunday vazifani u boshqa ko'plab bioelektr jarayonlarda ham bajaradi. Bularning barchasi hujayralarning normal va sog'lom ishlashi uchun zarur.
Yana bir yaqinda o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatadiki, aytgancha, u Allatraning nanoplastik haqidagi hisobotida ham tilga olingan. Spin polarizatsiyalangan tok hujayralarida protonlarni, ya'ni vodorod atomlari yadrolarini to'g'ri ko'chirish jarayonida ham muhim rol o'ynaydi. Bularning hammasi organizmga ushbu noyob mexanizm, ya'ni spin polarizatsiyalangan tokni hosil qilish qobiliyati nimaga kerak bo'lgani haqidagi savolga eng ilk javoblar xolos. Bu biologik elektr energiyaning tabiati va biz u haqida nimalarni bilamiz degan savolni o'rtaga qo'yadi. 10 yillar davomida fizika elektronning spini biologiyaga hech qanday aloqasi yo'q deb hisoblab kelgan. Ammo atigi 15 yil oldin bu taxmin noto'g'ri ekani va spin nafaqat muhim, balki o'ta muhim, hal qiluvchi rol o'ynashi ma'lum bo'ldi. Shu munosabat bilan tabiiy savol tug'iladi. Biologik elektr energiya haqida biz hali nimalarni bilmaymiz va bu sohadagi kelgusi kashfiyotlar qanchalar ulkan va dunyoqarashni o'zgartirib yuboradigan darajada bo'lishi mumkin. Men sizga bitta savol haqida o'ylab ko'rishni taklif qilaman. Organizmda ham xiral, ham axiral molekulalar mavjud. Biroq hayotning asosiy tarkibiy va funksional elementlari baribir xiral bo'ladi. Bular aminokislotalardan tashkil topgan oqsillar va ularning fazodagi tashkil topishi. Qandlar va uglevodlar hamda nuklein kislotalari, DNK va RNK o'zlarining spiralsimon tuzilishlari bilan. Bu xiral tuzilmalarning barchasi hayotning asosi. Va shu vaqtning o'zida aynan ular spin polarizatsiyalangan tokni o'tkazish va hosil qilishning hayratlanarli jarayoni markazida turadi. Demak, tokning mana shu turi va elektronlarning spin bo'yicha tartiblanganligi hayotning o'zi uchun fundamental ahamiyatga ega va buni ilm-fan hali to'liq anglab yetish kerak bo'ladi. 20 yildan ko'p vaqt davomida Allatra ilmiy jamoasi tomonidan to'plangan bilimlar va tadqiqotlar zaxirasiga tayangan holda, men ishonch bilan bir nechta muhim narsalarni ovoza qila olaman. Birinchisi, elektron spinining roli, ayniqsa biologik hayotda, hozirgi kunda tan olinayotganda ancha jiddiy va muhim. Bu mavzuga bugun deyarli ahamiyat berilmayapti. Ikkinchisi, biologik elektr energiyaning qonunlari har doim ham simlar orqali o'tadigan elektr energiyaning qonunlariga bo'ysunavermaydi. Uchinchisi, organizmdagi elektr energiya jarayonlarini tushunishga bo'lgan yondashuvlar muqarrar ravishda ertami kechmi tubdan qayta ko'rib chiqiladi. Aytishadi-yu, skrinshot qilib qo'ying deb. Bir necha yildan keyin ko'ramiz, agar bor bo'lsak albatta. Umuman olganda, men so'nggi yillarda shu sohada nashr etilayotgan ilmiy ishlarni ko'rib chiqayotganimda, bir tomondan ilm-fan va nihoyat biz bir necha 10 yil oldin aytgan xulosalarga kelayotgandan chin dildan xursandman. Ikkinchi tomondan esa bu faqat endi sodir bo'layotgandan afsusdaman. Lekin bugun gap bu haqida emas. Biroq biologik elektr energiyaning tabiati haqida fikrlaringizni to'g'ri yo'nalishga solish uchun sizga oddiy bir savol ustida o'ylab ko'rishingizni taklif qilaman. DNK va boshqa xiral molekulalar spin polarizatsiyalangan tokni ularning tuzilishi xiral bo'lgani uchun o'tkazadimi yoki aksincha, ular orqali spin polarizatsiyalangan tok oqib o'tgani uchun ularning tuzilishi xiral bo'lib shakllanganmi? Demak, bioelektr energiya tabiati haqida qisqacha ekskursdan so'ng yana nanoplastik mavzusiga qaytamiz. Biz u barcha darajalarda organizmimizning elektr kodini buzishini bilib oldik. Ion kanallari darajasidagi hamda mitoxondriyalarda elektronlarni ko'chirish darajasidagi nosozliklarni muhokama qildik. Endi esa elektr energiya matritsasining yanada chuqurroq shikastlanishi haqida gaplashamiz. Nanoplastik hujayralar va ularning komponentlariga yetkazadigan qaysi zarar eng nozik va hayot uchun o'ta muhim jarayon bo'lgan spin polarizatsiyalangan tokni hosil bo'lishi va uzatilishini buzadi. Siz endi bunday tok xiral tuzilishga ega bo'lgan molekulalarda paydo bo'lishini bilasiz. Nanoplastik maqsadli ravishda aynan mana shu strukturani deformatsiya qiladi. Bu qanday sodir bo'lishini oqsillar misolida tushuntirib beraman. Bu mexanizm ko'plab ilmiy ishlarda ham batafsil yoritib berilgan. Biologiyada oqsil faqat to'g'ri qatlangan bo'lsagina ishlaydi.
Oqsilning shakli uning faoliyati uchun asos hisoblanadi. Ko'plab oqsillar uchun shunday ishchi shakl alfa spiral bo'lib, u vodorod bog'lari tizimi orqali barqaror ushlab turiladi. Agar yaqin atrofda nanoplastik paydo bo'lsa, nima bo'ladi? Nanoplastik oqsillarning ikkilamchi tuzilishini o'zgartiradi. Plastik nano zarrachasining yuzasi elektrostatik jihatdan zaryadlangan va kimyoviy jihatdan faol. Oqsil shu yuzi bilan aloqaga kirishi bilan ular orasida vodorod bog'liqliklari va elektrostatik o'zaro ta'sirlar paydo bo'ladi va aynan shu yerda hal qiluvchi holat yuzaga keladi. Nanoplastik avval oqsilni to'g'ri shaklda ushlab turgan vodorod bog'larini tortib ola boshlaydi. Oqsil ikki yo'ldan birini tanlashga majbur bo'ladi. Yoki o'zining murakkab, ko'p energiya talab qiladigan alfa tuzilishini saqlab qolish, yoki nanoplastik yuzasiga yopishib qolish. Chunki bu holatda tizimning umumiy energiyasi pasayadi. Fizika nuqtai nazaridan qaralganda, oqsil har doim energiyani minimallashtirish yo'lini tanlaydi. Aynan mana shu paytda nanoplastik oqsil uchun amalda yolg'on shablonga aylanadi. Oqsil nanoplastik yuzasidan karkas sifatida foydalanib, unga moslashadi. Boshqacha qilib aytganda, u buzilgani uchun emas, balki nanoplastik uni majbur qilgani uchun o'zini qayta yig'ib, shaklini o'zgartiradi. Ilm fanida bunday mexanizm templatli effekt yoki shablon effekti deb ataladi. Ya'ni nanoplastik oqsilga begona shaklni tiqishtiradi. Va oqsil hayot uchun kerakli bo'lgan tarzda emas, balki nanoplastik bilan kontaktda foydali bo'lgan tarzda qatlana boshlaydi. Natijada oqsil o'zining ikkilamchi tuzilishini o'zgartiradi va uning alfa spirali parchalanadi. Yolg'on nanoplastik shabloniga moslashar ekan, oqsil majburan beta list deb ataladigan tuzilishda qayta qatlanadi. Nima uchun bu organizmingizdagi bioelektr jarayonlar uchun xavfli? Chunki oqsilning funksiyasi uning shakliga bevosita bog'liq. Alfa spiral xiral shaklga ega. Demak, u elektronlarning spiniga bog'liq ko'chishini qo'llab-quvvatlay oladi. Nanoplastik oqsilni alfa spiral holatidan beta list holatiga o'tishga majbur qilganida, spin orqali transport keskin pasayadi. U bilan birga biologik jarayonlarning aniqligi ham tushib ketadi. Nanoplastik shuningdek katalizator vazifasini ham bajaradi. Unga bitta oqsil bilan kontaktga kirish va mana shu oqsilning tuzilishini noto'g'ri shaklga o'zgartirishni o'zi kifoya va bu jarayon atrofidagi boshqa oqsillarning agregatsiyasiga olib keladigan zanjirli reaksiyani ishga tushiradi. Nanoplastik ta'sirida tuzilishini o'zgartirgan buzuq oqsillar o'zining dastlabki dasturini, asl funksiyasini yo'qotadi va bir-biri bilan birlasha boshlaydi. Shu tariqa amiloidli fibrillar hosil bo'ladi. Aynan ular Alsgeymer va Parkinson kasalliklari bilan og'rigan bemorlarning miyasida juda ko'p miqdorda topiladi va aynan mana shu jarayon elektr impulslar darajasida nanoplastik tomonidan qo'zg'atiladi. Normada bizning tanamizda shikastlangan oqsillarni yo'q qilishga mo'ljallangan mexanizm mavjud. Bu o'ziga xos tozalash tizimi bo'lib, bu tizim shikastlangan oqsillar hujayra jarayonlarida boshqa ishtirok etmasligini ta'minlaydi. Ammo bu yerda ham nanoplastik yana bir zarba beradi. U tozalash tizimining o'zini ham bloklab qo'yadi. Hujayraning tozalash tizimi lizosomalardan iborat. Majoziy ma'noda bu chiqindilarni qayta ishlaydigan zavodlar. Ular shikastlangan oqsillarni parchalashi va yo'q qilish kerak. Biroq nanoplastik lizosomalarni ishdan chiqaradi. Natijada lizosoma bu material bilan tom ma'noda to'lib ketadi va o'z vazifasini bajara olmay qoladi. Men hozir tushuntirib bergan jarayonlar nanoplastik kirib boradigan tanangizning barcha hujayralarida, shu jumladan sizning miya hujayralaringizda ham sodir bo'ladi. Natijada miya energiyani tejash rejimiga o'tadi. Boshda tuman paydo bo'ladi, xotira yomonlashadi, kognitiv funksiyalar so'nadi. Bu na qarilik, na kasallik. Bu majoziy ma'noda aytganda, sizning biologik simlaringiz elektrostatik shovqin bilan, ya'ni oqsillaringiz shaklini o'zgartirgan nanoplastik bilan to'lib qolgani oqibati. Biz tirik moddaga o'zining o'lik qoidalarini tiqishtiradigan materialni yaratdik. Endi esa mana shu o'zaro ta'sir oqibatlarining hosilini olyapmiz.
Ushbu bosqichning o'zida nanoplastik oqsillarning ikkilamchi tuzilishini o'zgartirishga, ularning elektr va spin tartibini buzishga qodir ekani ayon bo'lyapti. Xuddi shu tamoyildan foydalangan holda u DNKga ham ta'sir qiladi. Tadqiqotlar nanoplastik DNKning alohida qismlarini deformatsiya qilishi va tom ma'noda spiralning ichiga singib kirishi orqali uning umumiy tuzilishini buzishi mumkinligini ko'rsatyapti. Bundan tashqari nanoplastik DNKning spiral tuzilishini qisman yoki hatto to'liq buzishi ham mumkin. Bu esa muqarrar ravishda genomni qayta tiklash jarayonlarida va barqarorligida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lgan elektron va spin polarizatsiyalangan uzatishda jiddiy buzilishlarga olib keladi. Boshqacha qilib aytganda, nanoplastik hayotning fundamental elektr mexanizmlariga bitta yo'l bilan emas, balki bir vaqtning o'zida barcha yo'nalishlar bo'yicha hujum qiladi. Shuning uchun ham uning ta'siri sog'liq uchun uzoq muddatli oqibatlarga ega bo'ladi. Nisbatan yaqinda nanoplastikning miyadagi DNKga ta'siri bo'yicha juda aniq mexanizm hujjatlashtirildi. Ijozat bersangiz, mana shu misolda batafsil to'xtalib o'taman. Ushbu tadqiqot laboratoriya sharoitida o'tkazilgan bo'lishiga qaramay, uning natijalarini inson miyasida kechadigan jarayonlarga ekstrapolyatsiya qilish orqali nanoplastik miyangizning elektr kodini buzib kirganda nimalar sodir bo'lishini aniq ko'rsatib beradi. Bunday holatda miya tom ma'noda boshqaruvni yo'qota boshlaydi. Bizdagi elektr tizimimizda nanoplastik chetlab o'ta oladigan yana bir himoya darajasi bor. Gap DNK va DNKning shikastlanishiga miya qanday javob qaytarish haqida ketyapti. Men buni inson miyasi organoidlari ustida o'tkazilgan eng yangi tadqiqot misolida tushuntirib beraman. Bular rivojlanayotgan miyaning mini modellari bo'lib, ular maksimal darajada haqiqiy biologiyaga yaqin. Olimlar nimani ko'rishdi? Nanoplastik tadqiqotda o'lchami 50 nanometr bo'lgan zarrachalar ishlatilgan. Hujayra yadrosiga singib kirib, oksidlanish stressini keltirib chiqaradi. Bu stress shunchalar kuchli bo'lganidan u DNK spiralining jismoniy uzilishiga olib keladi. Bu holat DNKning ikki zanjirli uzilishi deb ataladi. Mana shu yerda eng qo'rqinchli narsa sodir bo'ladi. Sizning hujayralaringizda datchik bor. Bu TLR9 retseptori. Normal holatda bu datchik virus va bakteriyalarning DNKsini tanish uchun xizmat qiladi. Bu do'st-dushmanni identifikatsiya qilish tizimi. Ammo nanoplastik organizmingiz DNKsiga zarar yetkazganida, vayron bo'lgan spiralning bo'laklari bo'lmasligi kerak bo'lgan joylarga tushib qoladi. TLR9 retseptori bu fragmentlarni ko'rib, qaytarib bo'lmaydigan xatoga yo'l qo'yadi. U sizning o'zingizga tegishli bo'lgan DNKning zararlangan bo'laklarini virusning bostirib kirishi deb qabul qiladi. Himoya tizimi nazorat ostidan chiqib ketadi. Yolg'on xavf signali ishlab ketadi. Miya o'ziga o'zi hujum qila boshlaydi. Kuchli neyroyalg'ilanish boshlanadi. Sitokinlar ajalib chiqadi va ular tom ma'noda miya to'qimalarini qaynatib yuboradi. Lekin bu hali hammasi emas. Bu yolg'on signal olimlar eksaytotoksiklik deb ataydigan hodisaga olib keladi. Bu atamani eslab qoling. U haddan tashqari qo'zg'alishdan o'lim ma'nosini anglatadi. Oddiy til bilan aytganda, neyronlaringiz to'xtovsiz tarzda o'toch degan buyruqni ola boshlaydi. Ular shunchalar qattiq qo'zg'alganidan elektr yuklamasining ortib ketishi tufayli tom ma'noda kuyib ketadi. Bu yerda nanoplastik diversant kabi harakat qiladi. U nafaqat DNK poydevorini yo'q qiladi, balki ogohlantirish tizimini ham vayron qilib, organizmning qo'riqchilarini o'zinikilarga hujum qilishga majbur qiladi. Buning oqibatida neyron aloqalar tuzilishi vayron bo'ladi. Bosh miya qobig'i qatlamlari deformatsiyalanadi, kognitiv qobiliyatlar pasayadi va miyada epileptiform faollik paydo bo'ladi. Siz endi nanoplastik organizmdagi oddiy axlat emasligini yanada chuqurroq tushundingiz deb umid qilaman. Bu begona agent va diversant. U virusdan himoya illyuziyasini yaratish orqali sizning immun tizimingizni o'z miyangizni yo'q qilishga majbur qiladi. Va bularning barchasi sizdagi hayotning eng nozik elektr sozlamalariga qo'pol va o'lik materialning aralashishi oqibati. Va evolyutsiyada undan himoyalanish mexanizmi yo'q.
Men nanoplastik turli darajalarda organizmingizning bioelektrik tartibini qanday buzishi va hatto to'liq vayron qilishi mumkinligini ko'rsatadigan bir nechta misol keltirdim xolos. Istasangiz siz o'nlab va hatto yuzlab boshqa tasdiqlarni ham osonlikcha topishingiz mumkin. Bu mavzudagi ilmiy ishlar deyarli har kuni chiqyapti. Ayniqsa Xitoyda faol nashr etilyapti. Albatta biz boshqa ilmiy markazlar, shu jumladan AQSh ham chetda qolmasligini istar edik. Chunki bu sohada bizni katta kashfiyotlar va jiddiy global oqibatlar kutyapti. Ammo bugun gap bu haqida emas. Mening maqsadim qanday qilib nanoplastik hayotingizning elektr kodini buzib, uning asosida yotgan impulsni izdan chiqarayotganini ko'rsatish edi. Endi siz to'liq tasavvurga ega bo'lganingizda va oqsil spiralining deformatsiyasidan tortib miyadagi immun mexanizmlarining dezorientatsiyasini ko'rganingizda, xulosa kunday ravshan. Nanoplastik oddiy mahalliy xatoni emas, u organizmingizdagi elektr jarayonlarining o'ziga xos mantig'ini va tashkil topishini buzadi. U organizm osongina qoplab ketishi mumkin bo'lgan joyga emas, balki butun tizim ishlashining fundamental qoidalari shakllanadigan joyga aralashadi. Endi biz asosiy savolga javob bera olamiz. Tirik organizmga nanoplastik ta'sir ko'rsatganda nima vayron bo'ladi? Gap bitta molekula, bitta gen yoki bitta oqsilning yo'q bo'lishi haqida emas. Gap tizimdagi kelishilgan ishlash qoidalarining buzilishi haqida ketyapti. Hayot bu faqat uning komponentlari yig'indisi emas. Bu alohida ishlash rejimi. Va aynan mana shu rejimni nanoplastik buzadi. Hayotning elektr kodi 3 ta darajaning kesishmasida shakllanadi desa ham bo'ladi. Birinchi daraja geometrik. Bu DNK va oqsillarning xiral tashkiloti. Ikkinchi daraja elektrik. U zaryadlar, dipollar va proton kanallarining taqsimlanishini o'z ichiga oladi. Uchinchi daraja kvant daraja. U spin selektivligi va fanga hali ma'lum bo'lmagan boshqa kvant effektlari bilan bog'liq. Bu darajalar bir-birini o'zaro kuchaytiradi. Aynan shuning uchun biologik tizimlar doimiy termal shovqin sharoitida ham tartibni saqlashga qodir. Biroq nanoplastik bir vaqtning o'zida mana shu 3 ta darajaga ham aralashadi. U molekulalar bilan jismoniy kontaktga kirib, ularga noto'g'ri shakllarni tiqishtirish orqali geometriyani deformatsiya qiladi. U lokal maydonlarni hosil qilish va zaryadlar transportini buzish orqali elektr bir xillikni izdan chiqaradi. U xirallik va spinga bog'liq bo'lgan bioelektrik jarayonlarning tartibini va aniqligini pasaytiradi. Nimaga mana shu plastikli xaos agenti bosqinining oqibatlarini darhol aniqlash juda qiyin? Chunki organizm ma'lum bir vaqt davomida o'z funksional ko'rsatkichlarni pasayishini kompensatsiya qila oladi. U energiya sarfini oshiradi, reparatsiya tizimlarini faollashtiradi, antioksidant himoyani kuchaytiradi. Lekin bularning barchasi tashqi barqarorlikni saqlab qolish uchun organizm to'laydigan narx. Vaqt o'tishi bilan bu narx juda qimmatga tushadi. Aynan shuning uchun ham nanoplastik ta'sirining oqibatlari o'tkir zaharlanish shaklida emas, balki asta-sekin, lekin faol ravishda xavf-xatarlarning ortish ko'rinishida namoyon bo'ladi. Neyrodegenerativ jarayonlarning rivojlanishi, kognitiv funksiyalarning yomonlashishi, reproduktiv tizimning ishdan chiqishi va genetik barqarorlikning pasayishi. Bu holatlarning barchasini birlashtiradigan bitta umumiy belgi bu elektr signalidagi aniqlikning pasayishi. Nanoplastik faqat molekula yoki genlarni emas, balki molekulalar va genlar kelishilgan holda ishlaydigan shart-sharoitlarni ham vayron qiladi. Va aynan mana shu narsa kodni, ya'ni hayotingizning elektr kodini buzish degani. Mana shu kontekstda nima uchun nanoplastik muammosini faqatgina ekologik choralar yoki tibbiy tavsiyalar bilan hal qilib bo'lmasligi tushunarli bo'ladi. Biz tirik tizimlarning ishlash asosida yotgan fundamental fizik sharoitlarning buzilishi bilan to'qnashyapmiz. Bunday darajada yuzaki yondashuvlar yetarli emas va samarasiz. Aynan shu yerda ilm-fan yangi chaqiriqqa duch keladi.
Biz nafaqat nanoplastik zarrachalarning konsentratsiyasini o'lchashni, balki ular tirik materiyaning elektr va kvant tashkiloti bilan qanday o'zaro ta'sirga kirishini ham aniq tushunishni o'rganishimiz kerak. Shuningdek, biz yanada chuqurroq ta'sirlarni, elektrostatik zaryadlangan nanoplastikning kvant darajadagi ta'sirini va uning uzoq muddatli oqibatlarini ham to'g'ri baholashni o'rganishimiz kerak bo'ladi. Men yana bir muhim narsaga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Biz bugun spin va biologik jarayonlarning kvant tabiati mavzusiga to'xtalib o'tdik. Bu sohalar so'nggi bir necha 10 yil ichida faol tadqiq etilyapti va bizning fikrimizga ko'ra, zamonaviy ilmiy paradigma doirasida hali to'liq yoritilmagan. Allatra ilmiy hamjamiyati ham ko'p yillardan beri ushbu yo'nalishda tizimli tadqiqotlar olib bormoqda. Aynan shuning uchun ham biz bu sohada ilm-fan oldida hali bir qator fundamental kashfiyotlar turgani haqida katta ishonch bilan gapiryapmiz. Bu pozitsiya, shu jumladan, biz o'z tahlillarimizda akademik ilmiy modellar doirasida hali to'liq tavsiflanmagan va tushuntirilmagan bioelektrik va biofizik jarayonlar haqidagi bilimlarga va tasavvurlarga tayanayotganimiz bilan ham asoslanadi. Shu munosabat bilan men nima uchun bu bilimlarga tayanish mumkin deb hisoblayotganimizni va nima uchun xulosalarimizga shunchalar ishonayotganimizni tushuntirib, kichik, ammo prinsipial jihatdan muhim bir chetga chiqish qilaman. Spinning biologik elektr energiyadagi fundamental roli gipotezasini bundan 20 yildan ko'p vaqt oldin mening do'stim va hamkasbim Igor Danilov ilgari surganini qayd etish men uchun katta sharaf. Aynan u o'sha paytning o'zida mavjud fizik paradigma uchun metodologik jihatdan noqulay bo'lgan, ammo tirik tizimlardagi elektr jarayonlarini tushunish nuqtai nazaridan inqilobiy bo'lgan savolni qo'ygan. Tirik hujayradan oqib o'tadigan elektr energiya simlardan o'tadigan elektr energiya bilan bir xilmi? Uning ajoyib ilmiy intuitsiyasi bizlarni o'sha vaqtda kamdan kam odam hatto qarashga ham jur'at qiladigan yo'nalishga, keyinchalik spin biologiyasi deb ataladigan sohani o'rganishga undagan. Bir necha 10 yildan keyin bu soha ilm-fanning eng ilg'or yo'nalishlaridan biriga aylanishi o'sha paytda hech kimning xayoliga ham kelmagan. Ammo o'sha vaqtda bu savol rasmiy fan uchun juda erta bo'lgan. Bu yerda men post-sovet hududida 90-yillarda ilm bilan shug'ullanganlarga yaxshi tanish bo'lishi mumkin bo'lgan mavzudan gap ochishga majburman. Bu holat menga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmagan, chunki mening asosiy ilmiy faoliyatim Amerika Qo'shma Shtatlari hududida kechgan. Ammo bilvosita bo'lsa-da, men u yerdagi voqealarning guvohi bo'lganman. O'sha yillarda akademik tizim butkul falashlikka yuz tutgan. Bu esa Amerika ilmiy poygada yutqazmaslik uchun ulkan sa'y-harakatlar qilishga majbur bo'lgan 60-70-yillarda belgilangan yuqori me'yorlardan keskin farq qilgan. Biroq 90-yillarda sobiq Sovet ittifoqi mamlakatlarida ilm-fan butunlay tanazzulga uchragan. Byurokratiya, inersiya, ilmiy kabinetlardagi kechirasiz dimlik. Bunday sharoitda erkin ilmiy fikrga joy bo'lishi mumkinmi? O'sha vaqtda faqat tez daromad keltiradigan yoki neft bilan bog'liq yo'nalishlargina moliyalashtirilgan. Qolgan hamma narsa esa tanazzulga yuz tutgan. Ilmiy ishlar chang bosishni boshlagan. Olimlar unutilgan. Buyuk g'oyalar esa stollarning tortmalarida yo'q bo'lib ketgan. Grantlarni yillab kutishga to'g'ri kelgan. Bitta talabaning ishi ostida esa o'z familiyasini ham mualliflar qatoriga qo'shishga intilgan 20 ta akademiklar bo'lgan. Aynan mana shunday muhit Allatra mustaqil ilmiy birlashmasini yaratish zaruratini yuzaga keltirgan. Bu majburiy qadam bo'lgan. Bu rasmiy ilmiy paradigma doirasi tor bo'lib qolgan turli sohalardan va mamlakatlardan, shu jumladan AQShdan akademiklar, professorlar, amaliyotchilardan iborat entuziastlar ittifoqi bo'lgan. Biz dunyo haqida bor yo'g'i 1% bilimlarni bilishimizga va omon qolish uchun bizga ancha kengroq istiqbollar kerakligiga ishongan odamlar uyushmasi. Odatda bunday odamlarni umumiy tadqiqot impulsi, chuqur ilmiy qiziquvchanlik va bilishga, o'rganishga hamda tushunish chegaralarini kengaytirishga qaratilgan barqaror ichki motivatsiya birlashtiradi.
Shu nuqtai nazardan men hamkasbim Igor Danilovning ilmiy kelajakni ko'ra olish qobiliyatiga alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Uning tadqiqot intuitsiyasi o'sha davrdagi mavjud nazariy tasavvurlardan oldinda ekani ko'p marotaba isbotlandi. Bu biologik jarayonlarda elektron spinining roli bilan bog'liq masalalarga ham, elektrostatik zaryadlangan nanoplastikning zarari muammosiga ham, geodinamik inqirozga ham birdek taalluqli. Allatra ilmiy jamoasi 1995-yilning o'zidayoq sayyoramizga tahdid solayotgan geodinamik xavfning butun ko'lamini anglashni boshlagan. Ming yillardan keyin emas, balki yaqin yillarda. Afsus, biz qilgan prognozlar 100% aniq bo'lib chiqdi. 2014-yildan boshlab biz dunyoga tayyor yechimlarni taklif qilib kelyapmiz. Sibir magmatik plumini boshqariladigan degazatsiyasini amalga oshirish va atmosfera suvi generatorlarini joriy etish bo'yicha takliflar shular jumlasidan edi. Biz chindan ham bizni eshitishlariga, tushunishlariga va chora ko'rishlariga ishondik. Biz idrokka tayangan edik. Demokratiya va kelajak haqida chiroyli gapiradigan hukumat vakillari o'z mamlakatlari va xalqlari omon qolishidan haqiqatdan ham manfaatdor deb go'llik qildik. Biz adashdik. Chiroyli so'zlar ortida hech nima yo'q ekan. Faqat biznes, faqat pul. Ular birinchi bo'lib odamlar hayotini emas, moliyaviy yo'qotishlarni hisoblashni boshlashdi. Ularni insoniyatning kelajagi umuman qiziqtirmadi. Shuning uchun bizni nafaqat eshitishmadi, bizni ta'qib qila boshlashdi. Bu xato tufayli biz qimmatli vaqtni yo'qotdik. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Nanoplastik bilan bog'liq bo'lgan bugungi tahdid endi faqat makro iqtisodiyotga yoki geosiyosatgagina taalluqli emas. U shaxsan har biringizning hayotingizga taalluqli. Nanoplastik allaqachon sizning ichingizda, hozirning o'zida. Va men bor mas'uliyat bilan ovoza qilaman. Kimyo bu yerda ojiz. Hujayrani o'zini o'ldirmasdan, hujayra ichidagi plastikni kimyoviy usul bilan eritib bo'lmaydi. Bu fizika masalasi. Bundan tashqari, bu kvant darajadagi o'zaro ta'sir masalasi. Nanoplastik bu nano qotil bo'lib, u hayotning poydevoriga, ya'ni spin kodiga zarba beradi. Ushbu kod juda nozik ekani haqida bizni bundan 20 yil oldin ogohlantirishgan edi. O'sha paytda Igor Danilov bizni aynan mana shu ilmiy yo'lga boshlab, tadqiqotlarimizga tegishli yo'nalish belgilab bergani tufayli bugungi kunda biz qayerda va qanday javoblarni izlash kerakligini tushunamiz. Bu bizga ushbu jarayon fizikasi haqidagi tushunchalarimizni sezilarli darajada chuqurlashtirishga imkon berdi. Aynan shuning uchun biz nanoplastik zararini neytrallashtirish haqidagi savolga javoblar kvant o'zaro ta'sirlar va spinlarning orientatsiyasi sohasida ekanini tushunamiz. Rostini aytaman, bugungi kunda Allatra olimlari guruhi avvalgi imkoniyatlarga ega emas. Bizda endi eksperimental yoki laboratoriya tadqiqotlarini davom ettirish imkoni yo'q. Ko'p yillik ta'qiblar, g'alayonlar va yo'qotishlardan keyin bizda faqat bizning ovozimiz va bilimlarimiz qoldi. Lekin ularni bizdan hech kim tortib ola olmaydi. Shuning uchun bugun yer yuzidagi barcha aqli raso odamlar bilan birgalikda biz qayta-qayta o'zimizning yashash huquqimizni himoya qilishdan charchamaymiz. Bugungi kunda insoniyat va nihoyat nanoplastik bilan bog'liq muammoning haqiqiy ko'lamini ko'rishi, uni to'liq tan olishi va hozirning o'zida barcha ilmiy resurslarni uni hal qilishga yo'naltirmasa, tez orada juda kech bo'lishini tushunib yetish kerak. Chunki nanoplastik mana shu begona allaqachon aynan hozirning o'zida nafaqat sizning elektr kodingizni, balki hali ona qornidagi bolalarning elektr kodini ham modifikatsiya qilyapti va buzyapti. Ulardagi o'ylash, nasl qoldirish va yashash funksiyalarini allaqachon o'chiryapti. Mana shu funksiyalarning butunlay o'chib qolishiga yo'l qo'ymaslik uchun biz insoniyat sifatida imkon qadar tezroq yechim topishimiz kerak.
vazifa juda aniq. Biz dushmanni uning kuchidan mahrum qilishimiz. Bizning tanamiz ichiga allaqachon kirib ulgurgan nanoplastikni uning asosiy qurolidan, ya'ni elektrostatik zaryadni ushlab turish qobiliyatidan mahrum qilishimiz kerak. Ammo agar biz byurokratik tizim hamda ba'zilarning shaxsiy moliyaviy ambitsiyalari insoniyatni kelajakdan mahrum qilishiga yo'l qo'ysak, u holda biz, ya'ni hozir yashayotganlar, bu sayyoradagi hali ham o'ylashga qodir bo'lgan nisbatan sog'lom odamlarning so'nggi avlodi sifatida tarixga kirishimiz mumkin. Ammo men biz insoniyat sifatida yashashga yetarlicha motivatsiyaga ega ekanimizga ishonaman. Chunki hayot haqiqatdan ham kurashishga arziydi.